O'zbekistonda yangilik. Qanday yangilik degan akalarimiz uchun gibrid ham pechka ham ataplenaga ishlaydigan katyollar narxlari xonavayron bo'lib ketibdi. Bu joyda katyol varianti, ya'ni gibrid hamda ekonom pechkani eng oxirgi pozitsiyasi, ya'ni full variantdagilari bor ekan. Narxlari juda ham hamyonbop. Bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prikka yetib kelganmiz. Ishlab chiqaruvchi akalarimizdan xudo xolisa bir boshdan narx-navosini yoritib, obzorini qilib, dastavka xizmatlarigacha sizlargacha yoritib bera olamiz. Assalomu alaykum. Aka, madadlar aka. Yorvaribsiz aka ixtironi. Endi xudo xolisa buni afzalliklari hamda materiallari haqida ma'lumot beraveramiz aka. Qanaqa bo'lyapti? Qalinligi aka 3lik listdan bo'lgan. Polni. Silikon. Svarkani kamaytirish uchun ichkarilardan bukkanmiz. Aha. Ya'ni chok kam. Chok kam. O'ta kam qilingan chok. Xo'p, aka bu qanaqangi joylarga foydalansa bo'ladi buni? Oldida koridori bor uylar bo'lsa yanada qulay. Ishlatish. Endi alohida uylarga qo'ygani sal kontrolbop bo'ladi-da bu. Aka, buni o'zi bitta uyda isitib, yana yonida detskisini, mehmonxonasini bemalol urib bera olar ekan. Bo'ladi aka. Buni sotgan joyimizdagilardan telefon qilib so'raganmiz. Yomon fikr bildirishmagan. Haligacha shikoyat olganingiz yo'q, ya'ni negativ olganingiz yo'q. Juda go'zal. Nomerlarini beramiz. Qiziqqan odamlar bo'lsa, bemalol telefon qilib so'rashlari mumkin. Sizga telefon qilishi, birinchi o'rnatgan odam desa gaplashib, uni fikrini eshitib, hal qilishlari mumkin. Juda ishlagan joyini ko'rib kelishlari ham mumkin. Ajoyib. Aka, endi ekonom pechkani juda bir o'zgacha qilib yangicha variantda. Mana bunisi nimaga qo'yilgan endi bu? Mehmonxonalarga jozibali turadi aka. Eng qizig'i aka, xalqimiz yaxshi ko'rgani narxi aka. Mana shu eng prostoydan boshlaymiz. Narxi necha pul? 780 ming. 780 ming so'm. Kelishtiramiz aka. Kelishtiramiz. Dastavkasini qancha gradusga qilib berasiz aka? Tevaraga atrof 20 km. Vodiy bo'yicha dastavkasini qilib beramiz. Shu narxda faqat 10 tadan oshiqroq olgan. Ha, tushundim. Ya'ni mahalla-ko'y bilan kelishib 10 dona xarid qilsalaring, vodiy bo'ylab dastavkasini ishi. Vodiyga aka albatta Namangan, Andijon, Farg'ona aka. Faqat o'zingiz tumaningizda gapirmang. Juda go'zal. Aka 780 ming so'mdan HD formatdagisi eng original. Eng fulli. Bunisi 850 ming aka. 850 ming so'm, buni ham dastavkasi bilan qilib berasiz. Endi yana bitta ish qilamiz aka. Atrof 20 kilometrdan chiqsa dastavkasi tekin qilib berasiz aka. Bo'ldi aka. Sizning obunachilaringiz chiqsa qilib beramiz. Bo'ldi. Akalar telefon qilaverasizlar. Qarang, materiallarga kelib o'taylik. Olov yonadigan joyi 2.8. Asosiy qorin qismi. Aha. Tepapasi 2lik. Tepapasi 2lik. Ha. Faqat pilisovoy materiallar ishlatilgan. Juda go'zal. Ana endi asosiy katyolimizni narxi, ya'ni gibridimiz narxi. Aka, yana bitta narsa. Xohlasa buni, xohlasa buni, xohlasa mana gulsiz variantini, zakatovka holati ham kerak bo'lsa, ishlab chiqaraman degan akalar bo'lsa, o'z uyiga savol olamiz. Misol bunisini 460 ming qilib beraman. Ha, polni kampli. Bu variantini 30 ming qo'shib berishadi, bunisiga 50 ming qo'shib berishadi. Chiqarib beraveramiz. Katyol varianti ishlab chiqaraman degan akalar bo'lsa, buni ham kelishilgan holatda zakatovka holatini chiqarib beraveramiz. Juda go'zal. Endi narxi necha pul ekan aka buni? Bu 2 million 300 ming. 2 million 300 ming so'm. Polni pilisovoy 3likdan dedingiz aka. Pilisovoy 3. Ichlariga turbalar. Buni tagida turba turibdi aka. Ya'ni sirkulyatsiya nimasida turbasi bor. Ya'ni mana bu joyda mavzuni ko'rsatamiz. Akalar ichida turbalari bor. Nimani hisobiga zo'r qaynaydiganlar. Chugun qo'ymalikda turba mosladi. Issiqlik yanada. Endi manzilni o'zida tushuntirib bering. Manzil Qo'qondan kelish. Yo, Bag'dodga qarab yurish bo'ladi. Turgan joyimiz Katta Qo'shtepa. Katta Qo'shtepa. Bundan tashqari lazer xizmatlari ham bor ekan. Kelaverasizlar, tanlov dadashimizlar. Qo'rsagan bo'laveradi. Hamda darvozalar ham ishlab chiqarishar ekan. Akfa deysizmi, boshqa deysizmi, lazer xizmati, listagib xizmati hamma yo'g'i bor ekan. Akamiz raqamini ekranda pastga yozib qoldiryapmiz. Xudo xolasa 24 telefon raqamlari ishlaydi. Telefon qilaverasizlar akalar. Kamchilik qolmadi aka? Yo'q, sog' bo'lasiz. Charchamayapsizlar.